Bir bolakay ko'chadan o'tayotsa, bir guruh odamlar jamlanib o'tirganini ko'rdi. Ular o'tgan-ketgan kishilarni muhokama qilib turishardi. Bolakay bundan hayratlandi. Uyga kelgach, bu voqeani bobosiga aytib berdi va buning sababini so'radi. Otaxon nevarasiga bir oz razm solib turdi-da, uni ergashtirib, eshagini esa ipidan ushlab ko'chaga chiqdi. Ular eshakni yetaklab, o'sha odamlarning oldidan o'tib ketishdi. Odamlar, bu ahmoqlarga qarang. Eshagi bo'la turib, ikkalasi ham piyoda yurishibdi. Bular tentak ekan, deb kulishibdi. Shunda otaxon nevarasini eshakka mindirib, yana o'sha yerdan o'tibdi. Boshqalar, yosh bola minib olibdi, qariya esa piyoda yuribdi. Hurmat qilishni o'rgatmagan ekan, deyishibdi. Keyin otaxonning o'zi minibdi. Yana o'sha odamlar, qari odam yosh bolani piyoda qoldiribdi. Rahm shafqat nimaligini bilmas ekan, debdi. Oxiri ikkalasi ham minib olibdi va o'sha odamlarning oldidan o'tibdi. Odamlar bu holatni ko'rib, bularni qaranglar, bechora eshakka zulm qilishibdi, qiynashibdi, zolim ekan bular, debdi. Shunda otaxon nevarasiga qarab, bolam, ko'rdingmi? Ular har qanday holatimizda ham bizlarni ahmoq va zolimga chiqarishdi. Shundan ko'rinib turibdiki, odamlarning hammasini ham rozi qilishning iloji yo'q. O'zing avvalambor to'g'ri bo'l va shu bilgan yo'lingdan yuraver, deb nasihat beribdi. Darhaqiqat, barcha insonlarni rozi qilishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun avvalambor o'zimiz nima to'g'ri, nima noto'g'riligini bilishimiz va shu bilgan narsamizga amal qilib, to'g'ri yo'lda yurishimiz kerak. O'tgan-ketgan, o'zini sarishta qila olmaydigan odamlarning gap so'zlariga esa e'tibor qilmaslik kerak. O'zlaringizning ham fikrlaringizni izohlardan kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.